Alisher Navoiyning ma'naviy xazinasini anglash maqsadida har yili Navoiy tavalludiga bag'ishlab o'tkaziladigan tadbirlar ko'lami kengayadi. Fevral oyi Navoiyxonlik oyligi doirasida korxona va tashkilotlarda, ta'lim muassasalarida ulug' zotga bag'ishlab turli badiiy kechalar, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, g'azalxonlik bahslari yuqori saviyada tashkil etiladi. Bu gal viloyatimiz aholisi Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligini o'zgacha kayfiyatda, o'ziga xos tayyorgarlik bilan nishonlamoqda. Viloyat pedagogik mahorat markazida o'tkazilgan Alisher Navoiy merosining ilmiy ma'naviy ahamiyati mavzusidagi Respublika ilmiy amaliy anjumani video konferensiya tarzida o'tkazildi. Unda Navoiy, Sirdaryo, Toshkent viloyatlari hamda Nukus davlat pedagogika instituti professor o'qituvchilari va viloyat pedagogika mahorat markazi fan metodistlari va shahar va tumanlardan ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari ishtirok etdi. Anjumanda Alisher Navoiy ijodida morfem birliklarning ishlatilishi va bugungi kun tilshunosligiga ta'siri, buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning til va poetik merosi, Alisher Navoiy asarlarida ta'lim va tarbiya masalalari, Navoiy g'azallari tarjimasida badiiy san'atlarning saqlanishi kabi o'nlab mavzular yig'ilganlar ishtirokida muhokama etildi. Alisher Navoiyning til, adabiyot, tarix, tasavvufga oid 30 dan ziyod mukammal asar yozgan mohir diplomat va davlat arbobi sifatida jahon tarixida kamdan kam uchraydigan fenomen ekaniga urg'u berildi. Alisher Navoiy ijodini o'rganishga bag'ishlangan konferensiya yana bir bor Hazratni ijodidagi o'sha tilshunoslik, adabiyotshunoslik masalalariga alohida e'tibor qaratishga barchamizni undadi. Muhtaram yurtboshimiz Alisher Navoiy ijodini o'rganish, ayniqsa bugungi kunda 3-renessans davriga poydevor qo'yayotgan bir davrda Navoiy ijodini o'rganish, o'rgatish har qachongidan muhim ahamiyat kasb etmoqda deb barchamizni bu nodir merosni takror o'rganishga da'vat etmoqdalar. Chindan ham Navoiy ijodi bugun tilshunoslar, adabiyotshunoslar tomonidan fonetikasi, morfemikasi, morfologiyasi, umuman dostonlari, she'riy asarlardagi adabiyotshunoslik masalalari nuqtai nazaridan qayta o'rganilmoqda va yangi qirralari kitobxonga, jamoatchilikka taqdim etilmoqda. Navoiy ijodini yangi rakurslarda o'rganish, zamonaviy tendensiyalar, zamonaviy adabiyotshunoslik tamoyillari asosida tadqiq etish bugungi kunda ham bu ijodning g'oyat ahamiyatli ekanligini va uni o'rganish nafaqat adabiyotshunos va tilshunoslarning, balkim butun o'sha jamiyatning, xususan yoshlarimizning muhim bir zimmasidagi masala ekanligi yanada oydinlashmoqda. Navoiy ijodida qalamga olinmagan masala yo'q. Hazrat barcha insonlarni komillikka, o'zini taftish etishga, jamiyatda bir o'sha faol a'zosi bo'lishga da'vat etadilar. Xususan o'sha o'zlari yaratgan qahramonlar timsolida ham buni ko'rishimiz mumkin. Farhod, Layli, Shirin, Majnun, Dilorom, Bahrom singari obrazlarga ham e'tibor bersangiz, barchasi yoshlar ekanligini va ziyoli qatlam ekanligini ko'ramiz. Bu bilan Hazrat Navoiy o'sha jamiyatda yoshlarning o'rni muhim ekanligini urg'ulamoqchi bo'ladilar va o'sha ziyoli bo'lishga da'vat etadilar. Yosh olima Nigora Sharipova Alisher Navoiyning Hayratul Abror dostoni, an'ana va o'ziga xoslik mavzusida ilmiy ish olib bormoqda. O'zim ham bir Navoiyshunos sifatida ayta olamanki, Hazrat Navoiy o'zlarining ustozlaridan farqli ravishda o'z asarlarida, dostonlarida o'ziga xoslik, individual uslubni namoyon etganlar. Men Hazratning Hayratul Abror dostonini u kishining ustozlari Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy hamsalarining ilk dostonlari bilan qiyosan o'rganish natijasida shunday xulosaga keldimki, Hazrat Navoiy Hayratul Abror strukturasini shakllantirishda o'ziga xos individual uslublarini namoyon etganliklarini, xususan o'sha ustozlarga hurmat masalasi ham Navoiy asarlarida, xususan Hayratul Abrorda asosiy masala sifatida talqin etilgan, ya'ni o'sha an'anaviy Allohga bag'ishlangan, Muhammad sollallohu alayhi vasallamga bag'ishlangan boblardan so'ng Nizomiy Ganjaviyda hukmdor tasviri kelsa, Hayratul Abrorda esa Hazrat Navoiy ustozlar tasvirini, salaflar tasvirini beradilar. Bu orqali o'sha ustozning
o'rni jamiyatda muhim ekanligini urg'ulamoqchi bo'ladilar. Bundan tashqari o'sha Hazrat Navoiy jamiyatdagi o'zlarini Hayratul Abrordagi maqolatlarida jamiyatdagi eng muhim dolzarb muammolarni ko'tarib chiqadilar. Jamiyatdagi o'sha insonlarni qalamga olish, insonlardagi muammolarni, insonlardagi o'sha orzularni, havas, intilishlarni qalamga olish orqali jamiyatda insonning o'rni muhim ekanligini urg'ulamoqchi bo'ladilar. Bu xususda o'sha dostonni boshida ham aytadilarki, barcha seni garchi latif aylading, barchadin insonni sharif aylading. Ya'ni Hayratul Abrordagi asosiy masala bu inson va uning ma'rifati masalasi va o'sha dostonni o'qish davomida ham biz bunga amin bo'lamizki, Hayratul Abror komil inson masalasi ko'tarilgan. Navoiy orzulagan komil inson masalasini markazga qo'ygan doston hisoblanadi. Video konferensiya tarzida bo'lib o'tgan Respublika ilmiy amaliy anjumanida viloyat pedagogik mahorat markazi direktori O'ktam Mardonovning Alisher Navoiy asarlarida ta'lim va tarbiya masalasi mavzusidagi ilmiy ishi ko'pchilikka manzur bo'ldi. Navoiyning har bitta yaratgan obrazi bugun yoshlarimiz uchun o'rnak. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan bugun yoshlarimizning kasb hunarini o'rgatish, ularni kasbning egasi bo'lishligini bo'yicha juda katta jarayonlarni ilgari surmoqdalar. Bu Navoiy ijodidan ham ko'rishimiz mumkin. Hunarni asrabon netkumdir oxir, olib tuproqqa mu ketkumdir oxir dedi. Navoiyning Farhod va Shirin dostonida Farhod obrazida mana shu jumlalarni tinglaymiz va bu amalda Farhodning o'sha tosh yunishi, ilm o'rganishi, naqqoshlik san'atini o'rganishi, u shahzoda bo'la turib ham ilm egallaganligini ko'rishimiz mumkin. Va bu jarayon Navoiyning har bitta obraziga keng ko'lamli holatda beriladi. Navoiy g'azallariga qaytadigan bo'lsa, ni navo soz aylag'ay bulbul gulistondan judo, aylamas tuti takallum shakarristondan judo. Bu vatanparvarlik, bu vatan qayerdagi so'zimiz gapirilayotgan bo'lsa, qayerda o'zimiz gapirayotgan bo'lsak, shu vatanni ko'ylaymiz, shu vatandan ayta olamiz. Agar Navoiy o'sha hududdan, vatanidan ayro holatda bulbul qancha gapirmasin, uni foydasi yo'q dedi. Chunki unga qancha shakar bermang, u unda manfaatdor bo'ladi. Bugun hayotimizda ham bu jilg'alarni, bu o'rinlarni ko'rishimiz mumkin. yoki turk nazmida chu men tortib alam ayladim ul mamlakatni yak qalam dedi Navoiy. Qarang, bugun turkiy tilda so'zlagan orqali u yak qalam qildi, dunyoga tanildi va shu jumlani aytayapti. Bugun biz o'zbek tilida Amerikada gapiryapmiz. Bugun biz o'zbek tilida Fransiyada gapiryapmiz. Bugun biz o'zbek tilida Xitoyda gapiryapmiz va jahon mamlakatlarida o'zbek maktablari ochilyapti. Bularni ham bir Navoiy orzu qilgan, Navoiy kuylagan davr ekanligini biz bolalarga hamohang holatda aytishimiz kerak. Olib men taxti farmonimga oson, chirik chekmay Xitodan to Xorason dedi. Bugun taxt farmonimga, men butun ilm sarhadimga chirik chekmadim, askarsiz butun dunyoni egalladim dedi. Bugun biz sportda, ma'naviyatda, kitobxonlikda, fan olimpiadalarida o'quvchilarimiz jahon arenalarida bayrog'imiz ko'taryapti. Bugun Navoiy orzu qilgan, havas qilgan orzular bugun amalga oshmoqda. Navoiy o'sha bugun xotin-qizlarimizga, ayollarimizga berilayotgan e'tibor yuksak darajada sharaflanmoqda. Ularga imkoniyatlar keng ochilmoqda. Biz endi Navoiyga bevosita qaytamiz. Navoiyning Laylisi, Navoiyning Shirini, Navoiydagi Mexin Bonu bo'ladimi? Qaysi obrazni olmaylik, u ilmga ega ekanligi, ilmdonligi, bilimdonligi tilga olinadi. Va o'sha kanizaklarni barcha fanlardan kuchli ilmga ega ekanligini Farhod bilan savol-javobda o'z aksini toptiradi va bugungi orzular amalga oshmoqda. Bugun qizlarimiz ma'rifatga ega bo'lib, o'sha Navoiy orzu qilgan havasni ko'rishimiz mumkin. Navoiy har bitta obraziga ta'riflar ekan, uning portretini chizadi. Kiygan kiyimi, qo'lidagi yoki yuzidagi, qulog'idagi taqinchoqlari va yurish turishini shu darajada chiroyli qiladiki, bu bugungi kunning o'zbek ayolining ibosi, o'zbek qizlarimizdagi hayoni ko'rsatib beradi. Mana shularni oladigan bo'lsak, bugun har bitta oilada, har bitta jamiyatimizda Navoiyning ruhi bo'lishi kerak. Har bitta xonadonda Navoiyning asarlari
muhokama qilinishi kerak. Asarni to'g'ri tushunish og'irroq bo'lishi mumkin, qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin qayta murojaat qilinsa, inson ruhiyatiga kiradigan bo'lsa, u albatta amalga oshadi va o'z ravnaqini topadi. Jahon olimlari aytadiki, kimki Navoiyning Hamsasini o'qib keyin oila qurgan bo'lsa, o'sha joyda ajralishlar bo'lmaydi dedi. Chunki shu darajadagi mulohaza berilganki, ayol va erkak munosabatlari, ustoz va shogird munosabatlari, ustozlarga ehtirom, yoshi kattalarga ehtirom, davlat arboblariga ehtirom va xalqqa ehtiromdan Navoiy alohida o'rinlarda belgilab beradi. Anjumanda Navoiy g'azallarida nafs konseptining Freyum tahlili bo'yicha olib borilayotgan ilmiy izlanish ham ko'pchilik uchun yangilik bo'ldi. Navoiy ijodi tengsiz xazina desak bo'ladi. Adabiyotshunos olimlar uchun ham, tilshunos olimlar uchun ham o'rganilishi lozim bo'lgan jihatlar juda ham ko'p. Aynan Navoiy ijodidagi g'azallaridagi nafs konsepti borasida ham ilmiy ishimni boshlaganman. Bu aynan Navoiy g'azallaridagi nafs konseptining qaysi jihatdan o'rganilishi, uning pragmatik tahlili, uning milliy qarashlar, ma'naviy qarashlar hamda o'zbek xalqining o'zining dunyoqarashidan kelib chiqqan holda qay tarzda o'rganilishi borasida so'z boradi. Bu ishimiz orqali Navoiy ijodiga qiziquvchilar hamda tilshunoslarimiz uchun, tilshunoslikka qiziquvchi keng auditoriya uchun albatta juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oladi degan umiddamiz. Alisher Navoiyning o'zining bir g'azalida malak taslimi shayton kibri diktur bu ki aql o'zin qilib ma'muri amr istar amorat nafsi ammora deya nafsning nechalik yengishga insonda katta kuch kerakligi haqida gapiradi. Navoiy o'zining g'azallarida aynan ana shu nafsni tiyish orqali hattoki odam insoniylikka, odamiylikka erishishi kerakligi haqida so'z boradi. Anjumanda uzluksiz ta'lim tizimi, Alisher Navoiy ma'naviy merosini targ'ib etishning asosiy poydevori, Alisher Navoiyning mavzu tanlashdagi o'ziga xosligi, milliy o'quv dasturi asosida yaratilgan adabiyot darsliklarida Navoiy ijodining 7E model asosida o'rgatish kabi ilmiy mavzular tahlil etildi. So'z olganlar har bir mavzuning mazmun mohiyati insonni ulug'lashga, uni ma'naviy takomilga, o'zlikni anglashga yo'naltirib, yosh avlod tarbiyasida muhim ilmiy amaliy ahamiyat kasb etishini qayd etishdi. Navoiy shahridagi Ma'naviyat va ma'rifat markazida O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi, viloyat tarixi va madaniyat davlat muzeyi hamkorlikda Hazrat Navoiyni anglash, o'zlikni anglash mavzusidagi ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Unda so'z olganlar ulug' mutafakkir, so'z mulkining sultoni Alisher Navoiyning boy ma'naviy merosi asrlar o'sha butun bashariyatni hayratga solib, insonlar qalbi, ongu shuuriga ezgulik, insonparvarlik, saxovat, mehr-muruvvat ziyosini taratib kelayotgan nafaqat milliy qadriyatlarimiz, balki dunyo tamadduni rivojida muhim o'rin tutishini alohida ta'kidladi. Mutafakkir shoirga berilgan ta'riflar ham Navoiyni ulug' siymo bo'lganligining isboti ekanligi targ'ib etildi. Ko'pchilikda bir savol tug'iladi. Juda oddiy jo'n savol. Alisher Navoiyning o'zi kim edi? Bilasizmi, mana shunday savolga juda ham bir sodda qilib muhtaram birinchi prezidentimiz javob berganlar. Biz Alisher Navoiy deganimizda avliyolarning avliyosi, mutafakkirlarning mutafakkiri, shoirlarning sultoni degan zot ko'z oldimizda gavdalanadi deganlarda. Haqiqatan ham bugungi kunda buyuk so'z sohibi, demak adabiyotimizning bayroqdori Alisher Navoiy bugun yana yuksalishimizga xizmat qilyapti-da. Bugungi tadbirning ham ma'nosi shunda. Bilasizmi? 1941-yilda Alisher Navoiyni 500 yillik yubiley to'yi Sankt-Peterburgda nishonlangan ekan. Qarang, mana shu Alisher Navoiyning buyukligini dunyo e'tirof etib, demak, janggoh paytlarida ham Alisher Navoiyning 500 yillik yubiley Sankt-Peterburgda 1941-yilda o'tkazilgan ekan. Bugun Navoiy bilan O'zbekiston bir yuksalib,
dunyoning hamma rivojlangan mamlakatlarda Alisher Navoiyni ijodi o'rganilyapti. Bu zotga haykallar o'rnatilyapti. Bu Yaponiya deysizmi, Amerika deysizmi, boshqa rivojlangan mamlakatlarda hammasida Alisher Navoiy albatta o'zining bir o'rniga ega bir buyuk zot. Muhtaram prezidentimiz Navoiyga tashrif paytlarida 2024-yilda bizni navoiyliklarni bir ko'nglini ko'tardilar. Ya'ni 2025-yil navoiyliklar uchun, umuman mamlakatimiz xalqi uchun Navoiy yili bo'lish kerak deb bir aniq topshiriq, bir rejani belgilab berdilar. Shundan buyon mana bu Navoiy viloyatimizda ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari, ilmiy konferensiyalar, festivallar, Navoiy xonliklar o'tib kelyapti va mana bugungi kunda ham davom etyapti. Yana bizni hokimligimizni va tashkilotlardagi sanoat korxonalaridagi chora-tadbirlarni bir o'rganadigan bo'lsak, mana shu 2026-yil davomida ham Navoiy xonlik, Navoiyga bag'ishlangan tadbirlar davom etishligi belgilab qo'yilgan. Tadbirda Hazrat Navoiyning nafaqat asarlari, balki hayot yo'li, amalga oshirgan ezgu ishlari ham avlodlarga ibrat maktabi ekanligi, uning asarlarida komil inson va ilmning ulug'lanishi bugungi avlod uchun saboq ekanligi qayd etildi. Navoiy buyuk so'z san'atkori. Turkiy adabiyot tarixida unga teng kela oladigan yana bir shunday serqirra ijodkorni topish mushkul. Navoiy yuksak g'oya, ezgu maqsad, go'zal va munavvar his-tuyg'ular asoschisi. Uning ijodiy imkoniyatlari sir sanoatini o'rganishga bo'lgan kuchli qiziqish esa shoir hayotligidan to hozirgacha sira ham susaymagan. Jarayonda Navoiy shahar madaniyat bo'limi Durdona folklor ansambli tomonidan Navoiyning tug'ilishi sahna asari namoyish etildi. G'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy tavalludiga bag'ishlangan tadbirlar yurtimizning barcha go'shalarida keng miqyosda o'tkazilmoqda. Bugun Navoiy viloyati ma'naviyat va ma'rifat markazida ham Navoiy davlat tarixi va madaniyat muzeyi hamkorligida, Navoiy shahar madaniyat bo'limi hamkorlikda mana shunday Navoiy tavalludiga bag'ishlangan ajoyib tadbir tashkil etildi. Bu tadbirda Navoiy shahar madaniyat bo'limi huzurida tashkil etilgan Durdona folklor xalq havaskorlik jamoasi, qolaversa Navruz xalq teatri jamoasi faol ishtirok etishdi. Albatta bizni Durdona folklor jamoamiz nafaqat milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, qadimiy qo'shiqlar, laparlarimizni o'rganadi. Qolaversa mana shunday siymolarimizning tavallud ayyomlariga bag'ishlangan tadbirlarda ham o'zlarining sahnaviy chiqishlari, bugun Navoiyning g'azallari, ruboiylarini yod olishib, mana shu tadbirda chiroyli qilib ijro etishdi. Sahna ko'rinishlarida ham Navoiy hayoti ijodi o'rganilayotganligini bilsak bo'ladi. Bundan 6 asrga yaqin vaqt avval tug'ilgan Navoiyning qalami bilan aytilganda u kishi ilmga juda ham katta e'tibor bergan. Yaxshi tahsil olgan talabalarga o'z hisobidan rag'batlantirgan. Bu ham bo'lsa bugungi kunda mana prezident stipendiyasini joriy qilinganligi, Alisher Navoiy stipendiyasi joriy qilinganligi mana 6 asrdan keyin bizda mana shu holatlar u kishini o'ylagan orzulari amalga oshganligidan dalolat beryapti. Qolaversa yurtimizdagi bunyodkorlik ishlari, ko'priklarning qurilishlari Navoiy bundan 6 asr aytib ketgan ana shu ruboiylarida, g'azallaridagi so'zlar bugun o'z aksini topgan desam mubolag'a bo'lmaydi. Necha yuz yillardan buyon Alisher Navoiy badiiy ilmiy merosi insoniyat ma'naviyati yo'lida xizmat qilib kelmoqda. Uning el netib topgay meni kim, men o'zimni topmasam kabi hikmatli satrlari el orasida mashhur bo'lib ketgan. Haqiqatan ham o'zlikni, vatanimiz, insoniyat oldidagi vazifalarimizni anglashda Hazrat Alisher Navoiy hamisha bizga madadkor. Bugun Navoiy ijodining bir baytini yod olgan yoki Navoiyga bag'ishlab she'r bitgan yurtdoshlarimiz talaygina. Alisher Navoiy guliga atab yozgan nomalaridan parchani o'qib bermoqchiman. Nidur ahvoling, ey sori g'aribim, visolim davlatidin binasibim. Chekardim g'am tig'in holing nechukdir, bu yuktin jism uchun noling nechukdir. Alisher Navoiyni ijodlariga befarq bo'lmagan shoirlarimiz juda ham chiroyli bir baytliklar bitganlar. Jahondagi boqiydir Navoiy umri, she'riyat ahlining bayroqdori u, nazm dunyosida Navosi amri,
qo'shig'i kuy bo'lib yangraydi mangu. Tadbirda shahardagi Navruz xalq havaskorlik teatri jamoasi tomonidan Alisher Navoiy va Husayn Bayqaro obrazlari sahnalashtirildi. Unda shoir bilan shohning do'stligi, Navoiy Husayn Bayqaroni to'g'ri yo'lga boshlashi aks etdi. Bugungi tadbirda biz Navoiy shahar madaniyat bo'limida tashkil etilgan Navruz xalq havaskorlik teatri jamoasimiz, men mana shu teatr rejissyoriman. Bugun Oybekning Navoiy asaridan parcha qo'yib berdik, ya'ni Alisher va Husayn Bayqaro suhbatining yoritib berdik. Bu yerda Alisher Navoiy hamda shoh va shoir Husayn Bayqaroning o'rtasidagi do'stlik va Alisherning mana shu do'stini doimo ezgulikka chorlagani haqida bir yoritgan sahna ko'rinishi qildik. Mana shu sahna ko'rinishimiz orqali biz mana bu tomoshabinlarimizga Alisher Navoiy shu o'sha umri davomida do'stlikni tarannum etgan, ezgulikni o'ylagan insonligini yana bir bor ko'rsatib berishga harakat qildik. Men Husayn Bayqaro obrazida chiqdim. Bu albatta qiyin, chunki bu o'sha jarayonda ko'rgan bo'lsangiz, o'zini bilmasdan o'g'lini o'limiga qo'l qo'yib qo'ygan bo'ladi. Bu narsani hazm qilish va ozgina qiyinroq. Tomoshabinlarga mana shu narsani chiqarib berishga harakat qildik, ko'rsatishga. Biz mana shu tomosha davomida shunaqa narsani harakat qildikki, Alisher Navoiy ezgulik bilan do'stini har doim yaxshi yo'l tomon yetaklashga, qolaversa mana shu taxtiravonni ushlab qolishga va saroyda bo'layotgan voqealarni to'g'ri yo'lga, ezgulikka boshlaganini aks ettirdik-da biz. Viloyatimiz bo'ylab o'tkazilayotgan Navoiyxonlik kechalarida Alisher Navoiy ma'naviy merosini chuqur o'rganish, yoshlar orasida keng targ'ib etish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, bu borada zamonaviy texnologiyalar, elektron kutubxonalar, internet platformalari va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish muhim ekanini, bu esa Hazrat asarlarining mohiyatini keng ommaga yetkazishda katta ahamiyat kasb etadi. Bir so'z bilan aytganda, Hazrat Navoiy nomi bilan ataluvchi viloyatimizda o'tkazilayotgan turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, anjumanlar ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning bebaho ilmiy merosi mohiyatini chuqur anglash va kelajak avlodga yetkazish yo'lida yana bir muhim qadam bo'layotgani bilan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Navoiyni har kuni o'qimoq zarur. Boisi Navoiy barchamiz uchun to'g'ri yo'ldagi mayoq vazifasini bajaradi. Zero Navoiyni anglamoq bu o'zlikni anglamoqdir.